Uzun HTML dersligi 23 qism HTML tag kod elementi. Tag kod elementi deganimiz dal HTMLdagi script elementi bo'lib, script xatkich orqali abont bo'likining tag kodiga aniqlab beramiz. Masalan, JavaScriptga mush orqali aniqlab beramiz. Script elementiga bevosita tag kod jumlalarni yozishga va yoki asosiy xarakterdan foydalanib sirtqi tag kod vujudini so'ndirib ishlatishga bo'ldi. Masalan, misol qaraydigan bo'lsak, bu yerda script deb ma'no aniqlab berayotgandan keyin bevosita bat yuzda men hello world degan qiymatni ko'rsatsin degan qiymatni berdik. Maqolat bersak bo'ldi yoki mazmunni biz Uyg'ur.js deganning ichiga elib, maqolatda buni torbatga singdirib ishlatsak bo'ldi. JavaScript ko'pincha rasm mashg'uloti, harakatga e'lon kodlari, uchur jadvalini tekshirish va mazmun yanglish uchurlarini boshqarish ishlatadi. Uni biz HTML bilan aralashtirib, singdirib ishlatamiz. İkinci HTML'deki NoScript xatkichi. Agar tor ko'rgich tag kodni qo'llamasa, NoScript xatkichi orqali eskartish uchurini ko'rsatishni amalga oshiramiz. Masalan, maqolatda men NoScriptningki ichiga sizningki tor ko'rgichingiz JavaScriptni qo'llamaydi ekan degan eskartish uchurini bersak, faqat tor ko'rgich tag kod qo'llamagan yoki qo'llash cheklagan ahvol ostida uning ichidagi mazmunlar, ya'ni ichidagi yozilgan mazmun ko'rindi. Üçüncü, kon tor ko'rgichlarga qanday taqobil turamiz. Agar bir qism kon nashrdagi tor ko'rgichlar skriptni faqatla qo'llamasa, tag kodni torbat yuzda tekst holatida ko'rinib oldi. Bu xil ahvolniki yuz berishning oldini olish uchun izohat berish xatkichini qo'shib qo'yamiz. Ya'ni misol qaraydigan bo'lsak, biz izohat berish, HTMLniki izohat berish xatkichi. Anaki ikki yon sızıq olsa, scriptninki izohat berish xatkichi hisoblandi. Shunga mushkul holatda ishlatish orqali biz har qanday nashrdagi tor ko'rgichda buningki normal ko'rinishiga to'liq kapolatlik qila olamiz.